Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun mana Namangan shahri Norin tumaniga keldik. Ikkita pechka o'rnatib beryapmiz. 1 metrli variantida. Pechkalarimiz ko'rishinglar mumkin. Zamonda sog' qoldi. Pechkalarimiz turli lisda bo'ladi qalinligi. Kraskalangan variantda shu qishlardan foydalanamiz. Quradigan joyimizni ko'rsatamiz. Birinchi shunga tushyapti. Joyimiz. Aboyli uylar bo'lsa ham bemalol chaqirishingiz mumkin. Chiroyli aboylarga zarar yetmagan holatda chiroyli qilib o'rnatib ketamiz xolos. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Birinchisi, ikkinchisiga ko'rsatamiz. İkinci joyda rom bor ekan, shu romga qo'yib beramiz, xudo xolasa. Bu aboyli chiroyli remontlar bo'lgan uylar, xudo xolasa shunaqa uylarga bemalol chaqirishingiz mumkin. Sizlar istalgan usulda chiroyli qilib o'rnatib ketamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga chiqishingiz mumkin. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Andijon ekonom pechka.